Shvetsiya Davlat Xavfsizlik idorasining maxsus xodimlari mazkur jasuslik delosiga doir materiallarni 4 oy analiz qiladi hamda 2000 betga yaqin doklad tayyorlaydi. Av nästan 2000 sidor. Sotqa berib guvohlik berdim. Sotqa bordi qatnashdik, sotdan bir soatlik guvohlik o'tgan bo'ldik. Ben qatnaşdım. Yine biz şu çağda Maymur işimiz bir bağan. Belki bu birinci sotu buluşmadan ikinci sotumdaki isimli kalışken. Det var att det gick så lugnt och odramatiskt. Sotdagi butkul jarayon menga odatdan tashqari jimjit bir kayfiyatni es qildirdi hamda vazmin tuyg'u berdi. Diqqatinglarda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan jasuslik delosi haqida ishlangan ko'p qismliq hujjatlik radio programmasi. Qutlandin anglawatsizlar. Navbatda mazkur programmaning jasusning sotqa tortilishi nomli 10-qismining oxirgi bo'ligi huzuringlarda. Bir qancha qatimliq sotdan keyin 2010 yili 8 martda Shvetsiya soti 62 yoshli Uyg'ur jasusning delosi ustidan oxirgi hukmni e'lon qildi. Domen kommer den 8 mars 2010. Sotning oxirgi qarori 2010 yili 3-oyning 8-kuni e'lon qilindi. 62 yoshli Uyg'ur jasus Shvetsiyada qonunsiz jasuslik qilmishi bilan shug'ullanganligi uchun 1 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Fängelse i 1 år och 4 månader. Sot qarori e'lon qilinib, ikkinchi kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkos qaytardi. Kinesiska utrikesdepartementet Qingang. Sot qarori e'lon qilinib, ikkinchi kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkos qaytardi. Xitoy bayonotchisi Qingang Beijingdagi muxbirlarni kutilish yig'inida bayonot berib, Shvetsiya hukumatining Jungolik diplomat bilan muxbirni jasuslik bilan ayblashining hech qanday asosi yo'q. U javob berishga arzimaydi deydi. Svenska spionanklagelserna mot Kina för nonsens. Shvetsiya soti to'liq dalil isbotlarning tirkishi va Shvetsiya qonunidagi munosabatlik matala bo'yicha Uyg'ur jasusga 1 yil 4 oylik qamoq jazosi bergan bo'lsa-mu, lekin u buningga rozi bo'lmay oliy sotga arz sunadi. Shvetsiya oliy soti uning delosiga qayta qarab chiqib, uningga yana 6 oylik qamoq jazosi qo'shidi. Bunun bilan 62 yoshlik jasus jami 1 yil 10 oylik qamoqqa hukm qilindi. Dömdes han till fängelse i 1 år och 10 månader. Shvetsiya Uyg'ur komitetilar emas, balki Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'urlar o'zining noroziligini bildirgan. Bu hech qanday bir jazo emas. Onun üstüge Shvetsiyaning turmalari vatandagi Xitoy davlatining mehmonxonalari bilan o'xshash tursa, qanday jazo bo'ldi? Vatanda mushunda bir jinoyat otilsa, umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin, hatto turmalarda sesib ketishi mumkin. Bu yerda 1 yil 4 oy degan hech qanday jazo hisoblanmaydi deb, shunday inkoslar bo'ldi. Abdushukur Muhammad, Shvetsiya Uyg'ur komitetining sobiq raisi, ayni chaqda Shvetsiyadagi Uyg'ur tashkilotlari bilan Uyg'ur jamoatining 62 yoshlik jasusga berilgan jazoga rozi bo'lmaganligini tilga oladi. Bizmo dastlabda shu planlarni qilgan, ammo ma'lum sabablar ba'zi narsalarga o'zimizning iqtidorimiz yetmadi. Chunki bu xil narsalar qonuniy yo'l bilan bo'lgan ketgan, advokat tutishimiz kerak ekan, ham boshqa materiallarni biz ularga ta'minlashimiz kerak ekan. Bizda ular talab qilgan ba'zi materiallar bizning qo'limizda bo'lmadi. Shuna biz bu xil bir arzni hukumatga sunamadik. Shvetsiya davlat radiosining muxbiri Stokgolmdagi Xitoy elchixonasiga telefon qilib, jasuslik qilmishi bilan shug'ullangan Xitoy ayol diplomat Jo Lolo haqida savol so'raydi. Xitoy elchixonasidagi navbatchi xodim Shved muxbiri so'ragan savollarning hammasiga faqatla bilmayman degan so'z bilan javob qaytardi. Shved muxbiri oxirida uningdan "Undaqda ismingiz nima?" deb so'raganda, o'diqib ketgan Xitoy xodim "Bilmayman" deb kulkilik javob berdi. Har du någon kollega som vet var hon är? Vet inte. Men finns det någon på ambassaden som vet svaret? Jag vet inte. Okej, vad heter du? Ingen aning. Hej då.
Ahmetcan Tursun, Şvetsiya Uyg'ur Ma'rif uyushmasining navbatdagi raisi jasosga berilgan jazo haqida to'xtalib, munolarni ilgari surdi. Agar bizning o'zimizning Sharqiy Turkiston davlati bo'lgan bo'lsa, uningga eg'ir jazo berildi. Hamda boshqalarning ma'lumotini boshqalarga berish, ya'ni kelib bizdek xavf ostida ma'lumot yetganiga urug' tuqqanlari eg'ir jazoga uchrash, hatto o'lim xavfi giribtorlikdek nurg'un oqibatlar kutib turgan bir millat. Ya'ni kelib bu millatning ichidan chiqib, shunda bir ojiz millatga bu darajada chiqib o'zining nafsoniyati bilan bu xiyonat qilish hamda o'zimizning davlatda bo'lib qolgan bo'lsa, uning balki o'lim jazolari verishi mumkin-ku. Bu bir necha odam, bir necha yuz odamning hayotiga xavf olib kelganligi uchun eg'ir jazolaydi. Hali Şvetsiya qonunda Şvetsiya davlatida bu ikkinchi qatimli hodisga undan burun shu saydi bag'irjaslik qilganidan boshqa bir yer bu yuz vermabdi. To'liq yuz verib turmagan narsa o'g'achqi balki shu vaqtdagi qattiqan qonunmu endi eng og'ir jazo verdik deb 2 yillik jazo verdi. Bizning nazarimizdan bu 20 yil muddatsiz kesib etsimi, buningga arziydigan ishdi. Afsus. Hazır devlet yok, hakimiyet kolu olmagandan keyin, hani şu devletning jazolashiga rozi yok, o'ttirdik. Allah'ın bir kuni buningmi o'zi ya avlodlaridan davlatlarimiz asli kelib qolganda shu davlatningki shu ziyon uchiruvchilarning davlatining qonunlari bilan Allah buni jazolashni belgisi degan umid bilan turyapmiz. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining 10-qismining oxirgi bo'ligini angladinglar. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan hozirladi. Ko'p qismliq mazkur hujjatlik radio programmasining 11-qismi kelar haftalik anglatishimizda huzuringlarda bo'ladi.